Bir yigitda ko'nglim bor ona. O'ylamang uni yomon inson deb. Bilasizmi, u juda ham mehribon, samimiy inson. Ona, qizingiz ilk bor kimgadir ko'ngil qo'ydi. Uni to'g'ri qabul qiling. Qizingiz bugun bo'ldi, hammasini yig'ishtir. Nima ahvol bu? Sevgi pevgi yo'q degan gaplaringizni emas. Qizim, ichingdagini ayt. To'g'ri yo'l ko'rsataman deb bag'ringizga bosishingizni xohlaydi. Ona, qizingiz his-tuyg'ularni aynitish yoshiga yetib keldi. Endi menga haliyam qo'g'irchoq o'ynab yurgan qizdek emas. Shaxsiy fikriga ega insonga qaragandek qarang. Fikrlarimni eshitib ko'ring. Qalbimda nimalar yashirin, anglatishimga izn bering. Ona, qiz bola uchun eng yaqin do'st ona bo'ladi deyshadi. Loqal bu kecha men bilan do'st bo'lib suhbat quring, toki qalbimdagi yaralar bitsin. Yuragimda ochilgan sevgi g'unchalari qiyg'os gullasin. Ona, bir yigitda ko'nglim bor rosti.